Yozga shunaqa chiroyli yangi pikmi obrazlar oldim. Hozir birgalikda obzor qilamiz. Aytgancha bu dvoyka ham yangi. Pikmi rangda bo'lmasa ham, asalchi bo'lib turibdi. Oldi tortilib zavязка qilinadi. Yenglari yo'q. Karmashkalari bor. Bo'yim yarimta bo'lgani uchun tegini hali kestirishim kerak. Birinchi pikmi obrazimga tayyormisizlar? Oh my god! Ya masala. Disneyskiy prinsessalarning ko'niga o'xshirgan. Material juda ham приятный. Lямkalari regulirovkada. Orqasida bitta zamochik. Вообще asala. Keyingisi pikmi dvoykam qalay? Ay, asala. Rukavlari такого-то ishirilgan, materiali HB, дышащий, tagida shortika, ustida как kimonoshka. Poyez qilib bo'ylab oldim yokida yanada ham pikmiroq bo'lishi uchun bant qilib olamiz. Tadam! Asala. Voy sizlar keyingisini ko'ringlar. Hozir ko'rsataman. Men buni asalligini qaranglar. Va men buni ko'rdim, сразу sevdim. Это мне надо dedim. Asal pikmicha. Вообще сладкий, прям кокеточка такая. Материалы хбшка, косточкалari yo'q, lekin qasi mana shunaqa korsetli. Я asal sevib qoldim men просто buni. Pikmi такой. Baribir qizlar necha yosh bo'lsa ham narsalarga o'chib oladi. Mana bu chetlardagi krujvalari yomon такой asal qilib turibdi. Bir qisamikin botga oyoq kiyim parlash kerak, sumочка, aksessuari. Keyingi oxirgi obraz. Mana bu ko'ning chiroyligini qaranglar. Такой женственный pikmi. Krujvalari ham bor, akkuratniy, yengchasi ham bor. Dochiroq bo'lgani uchun bu hojga taqib oldim. Orqasida esa belbog'chasi ham bor. Такой. Ну, chindilar такой. Uzungina. Sidaniyalarga borishga takazzur ko'ning ekan. Endi bularni hammasi bilan отдельно obraz yig'aman, aksessuarlar bilan, прическа, makiyajlarni parlab. Qaysi obraz menga ko'proq yarashdi?